Xat yozish darslari deb nomlangan darslarimizni boshlaymiz. Bunda xat yozishni usullarini, umuman xatlarning turlari, ular qanday yoziladi o'rganamiz, keyin namunalar ko'rib chiqamiz. Birinchi anva'ur risala debdi mana. Xatning turlari. Anva' turlar, ar-risala xat. Xatning turlari. Anva'ur risala. Xatlar kimga atab yozilayotganiga ko'ra ikki turli bo'ladi. Demak, xatlar kimga yozayotganingizga qarab, kimga yozyapsiz u xatni, shunga qarab ikki xil bo'ladi ekan. Birinchisi shaxsiy xatlar yoki norasmiy xatlar ham deyiladi. Ya'ni rasmiy emas degani. Shaxsiy deganning sababi o'ziga tegishli, o'ziga tegishli odamlarga, o'z yaqinlaringizga yozayotgan xat, shaxsiy xatingiz. Norasmiy demak rasmiy emas, qanaqadir tashkilot, idoralarga emas. Shuning uchun norasmiy xat deyiladi. Demak, ikki xil nomlanadi ekan. Arab tilida ham nomi ikkita: ar-risalatu shaxsiyya, ash-shaxsiyya, shaxsiy xat yoki ar-risala g'ayru rasmiyya, rasmiy bo'lmagan norasmiy xat. Ikkinchi turi endi rasmiy xatlar, ar-risalatu rasmiyya, rasmiy xatlar. Ya'ni qanaqadir tashkilot yoki idoralarga yozilayotgan bo'ladi. Yoki ar-risalatu idariya degan nomi ham bor, ya'ni idoralarga, boshqarmalarga yoziladigan xat. Bu ikkalasini ikki xil bo'lib olishimizning sababi nima desa, bu ikkalasini ikkiga bo'lib olishimizning sababi biz yozishda kerak bo'ladi. Bu ikkala xat ikki xil yoziladi. Shaxsiy xatlar boshqacha, rasmiy xatlar boshqacha yoziladi. Bularda eng katta bitta farqini aytib beradigan bo'lsak, eng katta farqi shaxsiy xatlarda hol-ahvol so'rashingiz mumkin, o'z his-tuyg'ularingizni ifodalashingiz mumkin. Masalan, yaxshimisan, juz'iymisan, uyingdagilar yaxshimi, bola-chaqalaringiz tinchmi, yoki baxtlimisan, nima bo'lyapsan va hokazo hol-ahvol so'rashingiz yoki o'zingiz haqingizda gapirishingiz mumkin. Men seni sog'indim, sizlarni sog'indim, xudo xohlasa borib qolaman tez orada. Shunga o'xshagan gaplar. Bu shaxsiy xatlarda yozaverasiz, endi shaxsiy o'zingiz gaplaringizni yozaverasiz. Lekin rasmiy xatda unaqa gap bo'lmaydi. Rasmiy xatda faqat ish yuzasidan bo'ladi. Boshqarmalarga bo'lgani uchun, masalan, boshqarmaga birorta joyda direktorga xat yozgan paytda assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzyimisiz, uyingizdagilar yaxshimi, bola-chaqalaringiz katta bo'lyaptimi deb bo'lmaydi ularga. Uni shaxsiyda yozaverasiz, lekin rasmiy xatda unaqa gap bo'lmaydi. Shuning uchun ham u rasmiy. Eng katta bitta farqi demak shu. Hol-ahvol so'ralmaydi, his-tuyg'ularingiz haqida gapirilmaydi. Faqat ish yuzasidan gapiriladi, bu rasmiy xat. Shaxsiy xatda hol-ahvol so'raysizmi, his-tuyg'ularingiz haqida gapirasizmi, u nima deb yozishingiz, o'z ishingiz, bu shaxsiy ishingiz. Shuning uchun ham shaxsiy xat deyiladi. Endi shaxsiy, ya'ni norasmiy xatlar o'rganib chiqamiz birinchi o'rinda. Keyin ularga namunalarni ko'rib chiqamiz. Undan keyin norasmiy xatga, rasmiy xatga o'tamiz. Oldin norasmiy xat, shaxsiy xat yoki norasmiy xat. Shaxsiy xat deb do'stlar, qarindoshlar va oila a'zolaringizga yoki tanish-bilishlaringizga atab yozilgan xatlar tushuniladi. Buni hozir ham gaplashdik. Demak, do'stlar, tanish-bilishlar, qarindosh-urug', oila a'zolaringizga atab yozgan bo'lsangiz, bu shaxsiy xat bo'ladi. Shaxsiy xat quyidagi qismlardan iborat bo'ladi. Shaxsiy xatda nimalar bo'ladi? Birinchisi, shahar yoki mamlakat nomi. Endi shaharning nomi bo'ladi odatda. Agar bitta mamlakatda turgan bo'lsangiz, shu o'zingiz yashab turgan mamlakatda o'zidagi odamga yozayotgan bo'lsangiz, shaharda o'zini yozish bilan kifoyalanasiz. Masalan, O'zbekistonning ichida turib, O'zbekistonda qayerda yashaydigan odam haqida yozayotgan bo'lsangiz ham bo'ldi. O'zbekistonda yozish shart emas. Shunchaki shahringizni yozib qo'yasiz, xolos. Lekin boshqa davlatda turib yozayotgan bo'lsangiz yoki boshqa davlatdagi odamga yozayotgan bo'lsangiz, bunda davlat yozish shart bo'ladi. Masalan, chet eldagi odamga yozayotgan bo'lsangiz, O'zbekiston degan so'zni qo'shib qo'yishingiz shart. Yoki chet elda turib yozayotgan bo'lsangiz, masalan, Misrda turib yozayotgan bo'lsangiz, Misr deb turib yozib qo'yishingiz shart bo'ladi boshiga. Lekin bitta davlatda bo'lsangiz, davlat nomini yozish shart emas, shunchaki shahar bilan cheklanasiz. Mana bu yerda masalan misol berdi, Andijon debdi, yoki Toshkent, Namangan bo'laverishi mumkin.
Undan keyin agar chet elga yozayotgan bo'lsangiz, O'zbekiston degan so'zni qo'shib qo'yasiz. Yo, chet elga yozmayotgan bo'lsangiz, shu shaharda o'zi bilan kifoyalanasiz. Birinchi ishimiz. Undan keyin bular hammasi o'ng tomondan yoziladi. Eng tepadan birinchi qatorga demak shu yozildi. Qayerdan yozayotganingiz? Shahar. Agar chet elga yozayotgan bo'lsangiz, davlat nomini ham yozasiz. Ana undan keyin sana yoziladi. Sana ikki xil yozilar ekan. Mana namunada ko'rib turibmiz. Birinchisi raqamlarni o'zi 21.02.2023 deb qo'yibdi masalan. 2025, 2026 bo'laveradi. 21.02. Ya'ni 21-fevral degani, 2023-yil degani, ha? Birinchi xili. Bunda raqamlarni o'zi bilan yozilyapti. Bizda odatda raqamlar orasiga nuqta qo'yiladi. 21 nuqta, 02 nuqta, 2023 yoki 2025 nuqta. Nuqta yo'q, oxirida nuqta bo'lmaydi. Boshida oralarida nuqta bo'ladi. 21 nuqta, 02 nuqta, 2023 masalan. Bularda unaqa emas ekan, mana arablarda ko'ryapmiz. Nuqtaning o'rniga o'ng tomonga yonboshlab turadigan egri chiziq qo'yilar ekan. Egri chiziq qo'yilar ekan, slash deb qo'yishadi. Egri chiziq qo'yilar ekan. Mana shu nuqtaning o'rniga shunaqa qo'yiladi. Bu esda qolsin. Yoki ikkinchi xili sanani yozasiz, undan keyin oyni so'z bilan, harflar bilan yozib qo'yasiz. Masalan, 21 dan keyin 02 demabdi-da, fevral deb qo'ya qolibdi. Ikkinchi oy demagan, fevral deb oyni nomini yozib qo'yilgan. Undan keyin yil deb yoziladi. Shu yerda bitta xato bo'ladi ko'pchilikda. Yildan keyin sana degan so'zni yozib qo'yishadi. Masalan, 2023 deb turib, undan keyin sana degan so'zni qo'shib qo'yishadi. Noto'g'ri bu. Unaqa 2023-yil deb biz aytamiz o'zbek tilida. Ular unaqa qilib oxirida 2023 dan keyin sana degan so'zni aytmaydi. Bo'ldi, 2023 bo'ldi, to'xtadi. Yoki 2025 yoki 2026 bo'ldi, to'xtadi. Sana degan so'z kerak emas. Bu xato bo'ladi. Ya'ni birinchi qatorga shu yoziladi ekan. Ikkinchi qatorga, ya'ni uni pastiga kimga yozayotganingiz yoziladi. Kimga yozayotganingiz deganimiz u odamning ismi emas. U odam sizga kim bo'ladi? Shuni yozasiz. Masalan, abil muhtaram, hurmatli otam. Ummil hanuna, mehribon onam. Ustazil aziz, aziz ustozim. Ustazatil aziza, aziz ustozam. Habibi, sevgilim. Zavjil g'oli, qimmatli xo'jayinim yoki turmush o'rtog'im. Habibati, sevgilim. Zavjatil g'oliya, qimmatli turmush o'rtog'im. Bu endi ayollarga nisbatan. Axil karim, mehribon yoki oliyjanob, saxovatli akam yoki ukam. Akam bitta, axun. Keyin uxtil karima, mehribon, saxovatli, oliyjanob singlim yoki opam. Opam, singlim, uxtim deyiladi. Keyin sodiqil hamim, hamim degan o'zi qaynoq degani. Qaynoq degani. Ya'ni qaynoq do'stlik bilan do'stlashgan odamlar hamim degan. Ya'ni biz qadrdon deb qo'ya qolamiz. Qadrdon do'stim yoki sodiqil fazil, fozil do'stim, fazilatli do'stim. Sodiqatil hamima, qadrdon dugonam. Sodiqatil fazila, fazilatli dugonam. E'tibor bersangiz, bularda hammasida kimga yozayotganingizni yozib turib, orqasidan albatta sifat qo'shyapmiz. Masalan, hurmatli, muhtaram otam, mehribon onam qilib. Shunchaki abi, ummi deb qo'ymayapmiz. Hammasida sifat kelyapti. Bularda hammasini sifatini yodlab olish qiyin ekan desangiz, shu o'zbekcha aziz degan so'z bor. Shuni hammasiga qo'yib ketsangiz bo'ladi. Masalan, abil aziz, ummil aziza, ustazil aziz, ustazatil aziza. Habibi, zavjil aziz, zavjatil aziza. Axil aziz, uxtil aziza. Sodiqil aziz, sodiqatil aziza deb ketsangiz bo'laveradi. Oson, yodlab olishga oson. Bularni hammasini yodlaolmasangiz yoki yodlagan bo'lsangiz, u xat yozayotgan paytda esingizdan chiqib qolsa, shunda aziz degan so'zni yoki karima degan so'zni qo'yib yuborsangiz bo'laveradi. Bu yozildi ikkinchi qatorga. Endi bu ismini ham yozib qo'ymoqchi bo'lsangiz-chi? Ismini ham yozib qo'ymoqchi bo'lsangiz, masalan, Sodiqil Hamim deb turib, masalan, Mansur yoki Sodiqatil Hamima Oysha ismini undan keyin qo'shib qo'ysangiz bo'laveradi shu qatorda o'ziga. Ikkinchi qator bo'ldi. Endi uchinchi qatorga salomlashish yoziladi. Salomlashishni bir 4 ta turi yozib qo'yilibdi. Mana birinchisi o'zimiz bilgan, mana assalomu alaykum bo'ldi.
ikkinchisi tahiyya toyiba. Tahiyya toyiba. Uchinchisi atyabut tahiyyat. Assalomu alaykumni bilamiz. Tahiyya toyiba degani pok salom degani. Atyabut tahiyyat salomlarning eng poki degani. Salomlarning eng poki. Tahiyya toyiba mubaraka. Pok va barokatli salom degani. 4 xil. Mana bulardan keyin ko'p hollarda hozirgi paytda va ba'du degan so'z qo'yilmayapti. Lekin qo'yganingiz yaxshi. Va ba'd bu badiylik degan, badiylik ifoda. Va ba'd o'zi ma'nosi dan keyin degani va undan shundan keyin degani. Ya'ni masalan tahiyya toyiba va ba'd pok salomdan keyin deb turib keyin gapingizni boshlayapsiz. Oldin salomlashdim, mana undan keyin degani. Hozir shaxsiyatlarga ko'pda qo'yilmayapti, lekin bu badiylikni bildiradi. Oldinlari qo'yilgan. Badiyroq chiqsin desangiz qo'yganingiz yaxshi. Buni qo'yganingiz birinchidan badiyroq chiqadi, ikkinchidan bitta bo'lsa ham so'z ko'payadi. So'zlarning soni bittaga bo'lsa ham ko'payadi. Va ba'd. Bo'ldi. 3-qatorga bu yozildi. Endi 4-qatorga muqaddima. Ya'ni xatni nimaga yozayotganingizni bitta gap bilan aytib qo'yishingiz kerak. Bu xatni nimaga yozyapsiz o'zi? Xatda nima yozmoqchisiz? Shuni bitta qatorda bitta gap bilan, bitta qator emas, 2 qator, 3 qator bo'lishi mumkin, lekin bitta gap. Bitta gap bilan aytib qo'yishingiz kerak. Masalan, inni albatta men aktubu yozyapman, hazihi risala bu xatni li ukhbiro aytish uchun, xabar berish uchun laka senga anna. Bo'ldi, ketaveradi. Nimani xabar bermoqchi bo'lganingizni yozib ketaverasiz. Men bu xatni senga xabar berib qo'yish uchun yozyapman. Xabarini berib qo'yish uchun yozyapman yoki aytish uchun yozyapman. Nimaliga ketdi? Annadan keyin yozib ketaverasiz. Yoki ikkinchi usuli inni aktubu hazihi risala li ukhbira laka anna demasangiz, yus'iduni an ukhattita laka hazihi sutura li u'abbira fiha an. Mana shuni yozasiz. Ya'ni yus'iduni meni xursand qilyapti, xursand qiladi. An ukhattita yozishim laka senga hazihi sutur bu satrlarni li u'abbira ifodalash uchun, bayon qilish uchun fiha unda an haqida. Andan keyin nima haqida yozayotganingizni yozib ketaverasiz. Mana menga senga bu biror narsa haqida bayon qilish uchun bu satrlarni yozishim meni xursand qilyapti degan gap. Yoki 3-usuli ana saidun men xursandman, kulla saada bori xursandchilik bilan xursandman va ana vaholanki men ana ukhattitu yozyapman laka senga hazihi sutur bu satrlarni. Ya'ni bu satrlarni yozayotgan holatimda men judayam bori xursandchilik bilan xursandman. Deb turib keyin fa sababi bo'lyapti. Chunki men dedi ketdi. Chunki men deb turib nimaligini yozib ketdi. Masalan, chunki men hozir Dubayda mazza qilib dam olib yuribman dedi masalan. Shunga o'xshagan. Nima haqidaligini bitta yozib qo'ydingiz. Bu bo'ldi. Undan keyin asosiy qismga o'tiladi. Bu asosiy qismni ham yangi abzasdan boshlaymiz. Yangi xat boshidan boshlaymiz. Asosiy qismda endi hamma narsani yozasiz. Endi nima demoqchi bo'lsangiz, hammasini yozasiz. Yaxshimisan, tuzingmisan, o'sha gaplari, uyingdagilar yaxshimi, bola chaqalaring katta bo'lyaptimi, ishlaring yaxshimi va hokazo. Yozib, men ham yaxshiman, yuribman deb turib keyin undan keyin men kecha ilgari kun Dubayga keldim, hozir mana mehmonda va hokazo. Nima gapingiz bo'lsa, hamma gapni yozasiz. Bo'ldi, tugadi. Gapingiz tugab bo'lgandan keyin yana yangi abzasdan xotima, tilaklar bo'ladi. Shu yerda 12tasi keltirilgan. Shu 12tasi keltirilgan, shulardan birortasini yozamiz. Shu 12ta tilaklardan mana birinchisi a'taqidu annani sa'atalaqqa javabaka li risalati qariban. A'taqidu ishonaman, annani albatta men ishonamanki men sa'atalaqqa olaman javabaka javobingni li risalati bu xatim uchun qariban tez orada.
tez orada xatim uchun javobingni olaman deb ishonaman deyapti. Yoki ikkinchisi va fin nihoyati va oxirida atamanna tilayman laka senga as-sihhata senga sog'lik salomatlik val afiyata va xotirjamlik tilayman deyapti. Va oxirida senga sog'lik salomatlik va xotirjamlik tilayman. Uchinchisi ma'atiyabit tamanniyat pok salomlar bilan. To'rtinchisi ya'ni pok emas eng pok salomlar, eng pok tilaklar deylik, tamanniyat tilaklar, ma'atiyabit tamanniyat eng pok tilaklar bilan. To'rtinchisi ma'a xolisi shukri va taqdir. Ma'a bilan degani xolis, samimiy, shukr, minnatdorchilik va taqdir o'zi qadrlash degani. Endi bu yerda hurmat, ehtirom degan bo'ladi. Samimiy minnatdorchilik va hurmat bilan desa bo'ladi. Amulu umid qilaman an uqobilaga sen bilan uchrashishni qoriban tez orada. Sen bilan tez orada uchrashishni umid qilaman. Keyingisi va xitaman va oxirida taqobbal qabul qilgin muhabbatimni laka senga bo'lgan muhabbatimni qabul qilgin deyapti. Yettinchisi ilal liqo il qorib fi rosail uxra. Ilal liqo il qorib ila gacha. Al liqo ko'rishish, al liqo al qorib tez orada ko'rishguncha fi rosail uxra boshqa xatlarda tez orada ko'rishguncha debdi. Keyin 8-inchisi atrukukum fi amanillahi va hifzihi. Atruku degani qoldiraman degani. Atrukukum qoldiraman sizlarni fi amanillah Allohning omonligida, Allohning omonligida va hifzi va uning himoyasida qoldiraman. Ya'ni bizda Allohga omonat degan gap ishlatib qo'yamiz. Shunga o'xshagan gap ekan. Sizlarni Allohning omonligida va himoyasida qoldiraman deyapti. Keyingisi 9-inchisi ballig'i yetkazib qo'ying degani tahiyyati salomlarimni ilaga jami'i barcha al ahl barcha ahlimizga. Ahl degani oila a'zolari va qarindosh urug'larni al ahl deydi. Barcha oila a'zolarimiz va qarindosh urug'larimizga val ahbab va suyuklilarimizga, ya'ni qadrdonlarga degani, tanish bilish, do'st yor shularni al ahbab deydi. Ya'ni oila a'zolarimiz va tanish bilishlarga salomlarimni yetkazib qo'ying degani. Assalomu alaykum. Bularda uzun ekan, bular esimdan chiqib qoladi desiz, oddiygina. Boshida assalomu alaykum deb boshlaysiz, oxirida vassalomu alaykum deb qo'ysiz bo'ldi. Esingizdan chiqib qolsa. Nimadir deyish kerak edi, hozir eslolmayapman. Nima edi u ballig'i tahiyyati keyin nima deyardi deb o'ylanib o'tirmaysiz-da. Shuni vassalomu alaykum deb qo'ysiz bo'ldi, yangi qatorga. Tugadi. Undan keyin 11-inchisi ma'a bilan atyabi eng pok tamanniyati tilaklarim. Eng pok tilaklarim bilan laka senga vali usratika va oilangga al-karima. Al-usratunda sifati bo'lyapti. Al-karima. Mehribon oilangga yoki saxovatli oilangga. Senga va mehribon yoki saxovatli oilangga eng pok tilaklarim bilan deyapti. 12-inchisi atamanna tilayman lakum sizlarga as-saadata. Saada baxt, saodat. Sizlarga baxt, saodat va surura va xursandchilik, quvonch, xursandchilik tilayman, shodlik tilayman fi hayatikum hayotlaringizda. Sizlarga hayotlaringizda baxt, saodat va shodlik, xursandchilik tilayman deyapti. Bo'ldi, endi yana yangi xat boshidan, yangi abzasdan kimligingizni yozasiz. Kimligingizni deganimiz ismingiz emas. U odamga siz kim bo'lasiz? Xat yozayotgan odamingizga siz kim bo'lishingizni yozasiz. Masalan, validukal hanun sening mehribon otang yoki validatukal hanuna sening mehribon onang. Yoki ustazukal muhib seni yaxshi ko'ruvchi ustozing. Ustazatukal muhibba seni yaxshi ko'ruvchi ustozang. Habibukil muhib seni yaxshi ko'ruvchi sevgiling. Yoki habibatukal muhibba seni yaxshi ko'ruvchi sevgiling.
Keyingi ibnukal muti'. Ibnukal muti' senga sizga itoatkor o'g'lingiz. Sen demaylik, sizga itoatkor o'g'lingiz. Sizning itoatkor o'g'lingiz yoki ibnatukal yoki ibnatukil muti'a. Sizga itoatkor qizingiz. Axukal muhib, seni yaxshi ko'ruvchi akang. Uxtukal muhib, seni yaxshi ko'ruvchi opang yoki singling. Tolibukal muxlis, sizning samimiy, xolis, ixlosli talabangiz. Tolibatukal muxlisa, sizning samimiy yoki ixlosli talabangiz. Sodiqukal vafi, sening vafodor do'sting. Sodiqatukal vafiya, sening vafodor dugonang degani. Mana endi unga kim bo'lishingizni yozib bo'lganingizdan keyin, undan keyin oxirida ismingizni yozasiz. Uni pastiga yozasiz. Uni pastiga alohida qatordan yozasiz. Ismingizni alohida qatorga yozasiz. Bu yerda ham, tepada ham kimligingizni yozayotganingizda ko'rsangiz, otang, ustozing, onang deganlardan keyin sifat kelyapti. Bunda ham shu sifatlarning o'rniga sifatlar esingizdan chiqib qolsa, hammasiga aziz qo'ysangiz bo'laveradi. Masalan, validukal aziz, validatukal aziza, ustazukal aziz, ustazatukal aziza, habibukal aziz, habibatukal aziza, ibnukal aziz, ibnatukal aziza, axukal aziz, uxtukal aziza, talibukal aziz, talibatukal aziza, sodiqukal aziz, sodiqatukal aziza. Bilmay qolsangiz, shu sifatlar esingizdan chiqib qolsa, al-aziz bo'ldi. Hammasiga ketaveradi. Unda tepadagiga o'xshagan. Undan keyin eng pastiga ismingizni alohida qilib yozib qo'yasiz. Bo'ldi. Shu bilan, shu 8 ta qism bilan xat tugaydi. Bu xatni tuzilishi va unda asosiy ishlatiladigan so'zlarni yozdik. O'rgandik bunda. Mana endi pastdagi undan keyin bu yerda shaxsiy xatning mashhur turlari deb kelibdi. Ya'ni shaxsiy xatning mashhur turlari 9 tasini berib qo'yibdi. Ya'ni imtihonlarda ko'p tushishi mumkin bo'lgan shaxsiy xatlar yozish, shular haqida yozing degan namunalardan 9 tasini beribdi. Topshiriqlardan. Birinchisi safardan turib yoziladigan xat, ya'ni siz tasavvur qiling, siz safarga chiqib ketgansiz, o'z yurtingizdagi oila a'zolaringizga yoki ota-onangizga yoki do'stingizga xat yozing degan topshiriq berilar ekan. Shu birinchisi, safardan turib yoziladigan xat. Ikkinchisi safardagi odamga yoziladigan xat. Endi unda masalan tasavvur qiling, siz ota-onangiz yoki do'stingiz safarga chiqib ketgan, unga sog'inganingizni aytib, hol-ahvol so'rab xat yozing degan topshiriq berilar ekan. Uchinchisi biror muvaffaqiyat haqida xabar berish uchun yoziladigan xat. Ya'ni nimadir, o'qishga kirib olgansiz yoki uylanib oldingiz yoki turmushga chiqdingiz yoki farzand ko'rdingiz, shunga o'xshagan qanaqadir bir yoki bir uy oldingiz, qanaqa bo'lsa ham bir muvaffaqiyatingiz haqida kimgadir xabar berib yoziladigan xat. Shunaqa tasavvur qiling, shunaqa bo'ldi, endi shu haqida xabar berib, falonchiga xat yozing degan topshiriq bo'lar ekan. To'rtinchisi biror muvaffaqiyatsizlik haqida xabar berish uchun yoziladigan xat. Ya'ni muvaffaqiyatsizlik, aytaylik imtihondan yiqilgan, o'qishga kira olmagan, va hokazo. Shunga o'xshagan qanaqadir muvaffaqiyatsizlik haqida xabar berish uchun yoziladigan xat. Shunaqa bo'lib qoldingiz, endi uyingizdagilarga yoki do'stingizga xat yozing deb topshiriq beriladi ekan. Keyingisi tabrik xati. Masalan, bayram bilan yoki bunaqa narsa bilan yoki turmush qurgani bilan yoki farzand ko'rgani bilan tabriklab falonchiga xat yozing degan topshiriq berilar ekan. Yoki akangizga yoki ukangizga yoki do'stingizga deb shunaqa topshiriq berilar ekan. Keyingisi ta'ziya xati. Ta'ziya xati, ya'ni kimisidir o'tib qolgan, vafot etgan, shunga ta'ziya bildirib xat yozing degan topshiriq bo'lar ekan. Keyingisi taklif xati, ya'ni kimidir qanaqadir bir joyga taklif qilib, masalan, tadbir yoki bayramlarga taklif qilib xat yozing degan bo'ladi. Keyingisi bemor odamdan hol-ahvol so'rab yoziladigan xat. Aytaylik, bir do'stingiz yoki uzoqdagi akangiz, ukangiz yoki qarindoshingiz yoki ota-onangiz kasal bo'lib qolibdi, undan hol-ahvol so'rab xat yozing degan topshiriq bo'ladi ekan. 9-inchisi biror narsa uchun uzr so'rab yoziladigan xat. Masalan, do'stingiz bilan urushib qolgansiz,
yoki uyingizdagilarga qattiq gap gapirib yuborgansiz, shuni men qizishib shunaqa deb yubordim, sizlarni xafa qilib qo'ydim, uzr deganga o'xshab yoziladigan xat. Mana 9 ta mashhur turi deb beribdi. Bu shularni pastda shularni har bittasiga misollar berilgan, namunalar berilgan. Shunaqa xatlardan namunalar berilgan. Keyin bularni har bittasini o'qib, tarjima qilib o'rganib chiqamiz. Bu darsdagi ishlatiladigan ma'lumotlarni PDF variantini Telegramdagi kanalimizga qo'yib qo'yamiz. Shundan ko'rib topib, buni ovozlisini eshitib, buni ko'rib, eshitib, unga qarab turib, bevosita qarab turib o'rgansanglar ham bo'ladi. PDF varianti demak Telegram kanalimizda bo'ladi. Uni ham shu videoni opsioniyasi deb qo'yadi va videoni tavsifiga yozib qo'yamiz Telegram kanali nomini. Shundan kirib bemalol ko'rib olib foydalanishingiz mumkin. Oldin rasmiy xatlarni o'rganib chiqamiz ekan. Undan keyin namunalarni o'rganib chiqamiz. Undan keyin oldin norasmiy xatni deganim. Oldin norasmiy xatni o'rganib chiqamiz ekan. Ana undan keyin rasmiy xatlarga o'tamiz. Hozircha shu bu muqaddima, kirish qismi bo'ldi. Endi keyingi darsimizdan shaxsiy xatlarni namunalarini o'rganishni boshlaymiz. Hozircha xayr.